Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Oldi bilan men istansimizga vakolatan vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning yangi yilini qutlaqlayman va yangi yilda xalqimizga osonlik, milliy mustaqillik ko'rishimizga yanada yangi muvaffaqiyatlar va utuqlar tilayman. Yangi yilimiz Sharq Turkiston xalqi xayrlik bo'lg'ay. Tövəndə diqqətinizə bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Xitay hökumətinin pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulchan Abbosni qonunsiz holda 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilganligining o'ttirg'i chiqishi muhojiratdagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bu bir qancha kundan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq chet ellardagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari va siyosiy faoliyatchilarimiz doktor Gulchan Abbos xonimning navbatda Amerikada yashab turayotgan akisi Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi doktor Rishad Abbos, singlisi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos va boshqa urug' tuqqanlardan hol so'rash bilan birga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining bu xil o'chilish xarakterlik razil qilmishiga qattiq la'nat o'qidi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining a'zolari 30 dekabr kuni Roshan Abbos xonim riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harakati tashkiloti bilan birga maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Xitoy hukumatining pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulchan Abbosning qonunsiz holda 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilganligida qattiq aybladi. Nurg'un muhim shaxslarning qatnashi bilan ochilgan bu yig'inda Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi jinoyatlarni to'xtatishga va Gulchan Abbos qatorliq barliq lager tutqunlarini qo'yib etishga chaqirildi. Gulchan Abbos xonim Xitoy doiralari tomonidan 2018-yili 10-sentabr g'oyib qilib etilgandan beri hech qanday izdirki bo'lmay kelyotdi. Biroq yaqinda uning oilasi Gulchan Abbosning 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi haqida xabar topshirib olgan. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari ijroiya komiteti a'zolari axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy hukumatining bu harakatini qattiq aybladi. Axborot yig'iniga Gulchan Abbos xonimning qizi Ziba, qarindoshlari doktor Rishad Abbos apandi, Roshan Abbos xonimlar bilan birlikda Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi James McGovern, Majlis a'zosi Tom Suazi, Chris Sims, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi xalqaro ayollar masalalari bo'yicha bosh elchisi Kelly Kore xonim, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkanlar qatnashib so'z qildi. Yig'inda oldi bilan James McGovern apandi so'z qildi. U so'zda mundaq dedi: 2018-yili sentabrdan boshlab Xitoy hukumati tomonidan majburiy g'oyib qilib etilgan pensiyaga chiqqan meditsina doktori Gulchan Abbosning 20 yillik kesib etilishini biz Xitoyning uning Amerikadagi yaqinlarining kishilik huquq faoliyatlari uchun o'ch elish niyatida qilganligiga ishonamiz. Xitoy hukumatining erkin fikr qilayotganlarni jimoqtirish uchun ularning gunohsiz yaqinlarini nishonlashi axloqiy jihatdan ayblanishga tegishlik. Bu xalqaroda bekitilgan fikr erkinligini ochiq-oshkora dafsanda qilganlik. U yana mundaq dedi: Biz bugun bu yerda Gulchan Abbos xonimning oilasi bilan birlikda Xitoy hukumatini Gulchan Abbos xonimni darhol va shartsiz qo'yib berishga, hech bo'lmaganda uni zarur tibbiy yordam va davolanishi uchun qo'yib berishga chaqiramiz. Biz shundaqli yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimni bu masala haqida va boshqa barliq xohlagancha tutqun qilinganlar haqida tekshirish olib berishni davomli talab qilishni umid qilamiz. Bundan boshqa yana McGovern apandi yana Amerika hukumati va majlisining Uyg'ur masalasini birinchi muhim masala deb qarab, darhol qattiq tadbirlarni qo'llanishga, Gulchan Abbos xonimning jazolanishida rol olgan barliq Xitoy amaldorlarini jazolashga va boshqa xalqaro organlarni bu vaqtda harakat qilishga chaqirdi. Orqadan majlis a'zolari Tom Suazi va Chris Sims qatorliqlarni bir eg'izdan so'z qilib, Gulchan Abbos xonimga berilgan bu og'ir jazodan qattiq afsuslanganligini, buning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan zulmining ko'lamini aniq namoyon qilib berdiganligini ifodaladi va o'zlarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlar masalasi va majburiy emgak masalasida yanada ko'p xizmat qiladiganligini ta'kidlashdi. Kelly Kore xonim so'zda Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'urlar masalasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa davlat hukumatlarini harakatga keltirish uchun to'xtamay xizmat qilayotganligini, shaxsan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Uyg'urlar masalasini faqat bir xizmat deb emas, balki bir shaxs bo'lib sifati bilan chin yuragidan ko'ngil bilayotganligini ta'kidladi. U yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining va o'zining doimo Gulshan xonim oilasi bilan lager ziyonkashligiga uchirg'uvchilar va shundaqli Uyg'urlar bilan birlikda ishganligini ta'kidladi. Orqadan Nuri Turkal apandimiz so'z qilib, har bir kishining qo'ldan kelgancha Gulchan Abbos xonimning masalasiga va shundaqli Uyg'urlar uchrayotgan zulmni anglatish uchun harakat qilishini talab qildi. Orqadan Roshan Abbos xonim va Ziba Muratlar ayrim so'z qilib, axborot yig'iniga qatnashgan va Uyg'urlarning ahvoliga ko'ngil bo'layotgan yuqori majlis a'zolariga rahmat etdi va shundaqli Xitoy hukumatining o'zlarini bo'ysundirish uchun, Uyg'urlarni jimoqtirish uchun qo'llangan bu vositasini qattiq ayblashdan sirt, o'zlarining bu da'vodan hargiz to'xtab qolmaydiganligini, bundaq vositalar orqali Xitoyning hargizmi Uyg'urlarni haqliq da'vosidan chekindirolmaydiganligini ta'kidladi.
Dünya Uyghur Qurultayı 30 dekabr günü Türkiye'nin Berlin'deki baş elçisi Ali Kemal Aydın Efendi'ye mektup yollab, Türkiye bilen Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimiga bo'lgan kuchlik andisini ifoda qilish bilan birga, navbatda Türkiye parlamenti qonun va tashqi ishlar komitetlarida saqlatilgan mazkur kelishimning parlamentda umumiy ovozga qo'yilmay turib rad qilinishini umid qiladiganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendimning nomida yo'llangan mazkur maktubda mundaq deyilgan: Sizga ma'lum bo'lganidek, Türkiye bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi 2020 yil 26 dekabr kuni Xitoy Xalq Qurultayi doimiy komiteti tarafidan ma'qullanib rasmiy qonunlashtirildi. Xitoy taraf bo'lsa bu kelishimning Türkiye parlamenti tarafidan rasmiy ma'qullanishini kutmoqda. Xitoy bo'lsa o'lim jazolarini esib o'ltirish va etib o'ltirish usuli bilan ijro qilayotgan mustabid bir davlatdan iborat. Xitoy taraf ma'qullagan kelishimda o'lim jazosi ijro qilayotgan davlatlarga jinoyatchilar o'tkazib berilmaydi degan prinsiplik moddaning yari ommaganligi bizni qattiq andishaga solmoqda. Xitoy tarafidan ma'qullangan bu kelishim Turkiyada iqomat bilan yashayotgan va texi Turkiyada garajdonlikqa o'tmagan 10 minglagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz orasida qo'rquv yaratmoqda. Türkiye parlamentining texi ma'qulligidan o'tmagan bu kelishim dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlarini qattiq afsuslantirmoqda. Xitoyning tüp maqsadi bo'lsa bu kelishim orqali mazlum Uyg'ur xalqi bilan ularning birdan-bir umidi hisoblangan Turkiya o'rtasidagi munosabatni buzish va Turkiyani butun davlatlar oldida e'tiborsizlashtirishdan iborat. Xitoyning necha 10 yillardan buyon Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulm siyosatining keyingi yillarda taraqqiy qilib, rasmiy irqiy qirg'inchilik darajasiga berib yetishini ko'zda tutganimizda, agar bu kelishim Turkiya tarafidan rasmiy ma'qullangan taqdirda, uning zo'r bir insonlik fojiasining maydonga kelishiga sababchi bo'ladiganligi aniqdir. Maktubda yana mundaq deyilgan: Mazkur kelishim Xitoy tarafidan ma'qullanmayli Xitoy matbuotlarida Sharq Turkistonchi bo'lguncha terroristlarni himoya qiladigan Turkiya amdi mavjud emas. Sharq Turkistonchilarning amdi qochadigan yeri qolmadi deganda xabarlarning tarqalishi Turkiyadagi Uyg'urlar orasida qo'rquv va andisha paydo qilmoqda. Har qanday bir Uyg'ur jinoyati bo'lmagan taqdirdami agar Xitoyga qaytarilgan taqdirda jazo lagerlari va turmalarga mahkum bo'ladiganligi Uyg'ur xalqi beshidan o'tkazgan bir haqiqatdan iborat. Xitoy bu kelishim orqali Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib ketish maqsadiga yetilmagan taqdirdami, vatan ichki va sirtidagi xalqimiz orasida olli-burun psixologiyalik besim paydo qilish maqsadiga erishganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Maktubning oxirida mundaq deyilgan: Biz mag'dur Sharq Turkistonliklar bo'lib sifatimiz bilan zolimlarga qarshi har zaman mazlumlarning yonida turib kelgan Turkiya davlatining va uning hurmatli boshqaruvchilarining mazlum Sharq Turkiston xalqining faryodiga quloq soladiganligiga va Xitoy hokimiyatining 20 million Uyg'urni to'p yakun holda jinoyatchi deb e'lon qilishda qor niyatining amalga eshishiga aslo yo'l qo'ymaydiganligiga chin qalbimizdan ishonamiz. Biz Türkiye parlamenti qonun va kishilik huquq komitetlarining bu kelishimni partiyaning umumiy ovoziga qo'ymay turibla rad qilishini umid qilamiz. Bundaq bir xabar butun Sharq Turkistonliklar uchun zo'r bir tasalli bo'lg'usi. Türkiye bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi Xitoy Xalq Qurultayi doimiy komiteti tarafidan rasmiy ma'qullangan kundan e'tiboran Turkiyadagi va boshqa ellardagi Uyg'ur tashkilotlari o'zlari turishli davlatlardagi Turkiya elchixonalariga, Turkiyadagi har qaysi partiyalarga, parlament a'zolariga va yerlik ommaviy tashkilotlarga orqa-orqadan murojaatnoma yo'llab, muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning bu jihatdagi andishalarini bayon qilish bilan birga, Turkiya parlamentining barliq a'zolarini yuqorqi kelishimni qat'iy turda rad qilishga va Turkiyada panohlanib turayotgan Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishdan saqlanishga chaqirib kelmoqda. Bu masalada intoyin kuchlik ishki va tashqi besimga duch kelgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li 30 dekabr kuni bu vaqtda matbuotlarga izohat va tushuncha berishga majbur bo'ldi. U bu vaqtda qilgan so'zida hozirga qadar Xitoyning Uyg'urlarni o'tkazib berish talablarining Turkiya hukumati tomonidan izchil turda rad qilinishga uchrab kelganligini, mazkur kelishimni Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berish kelishimi deb tushunib olishning to'g'ri emasligini, Xitoyning bu kelishimni suiiste'mol qilishiga aslo yo'l qo'ymaydiganligini va Xitoy va boshqa davlatlarning terrorizmga qarshi turish bahonasi bilan begunoh insonlarga zulm qilishiga qarab turmaydiganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendim 29 dekabr Hindiston Osiyo agentligining ziyoratini qabul qilganda Hindistonning xalqaro zo'r ta'sir kuchga ega davlat ekanligini, Uyg'urlarga yurgizilayotgan jinoyatni to'sishga orilishi kerakligini ta'kidladi. O so'zda Xitoyning ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarning Hindistondagi bir kuchli davlatning boshqa davlatlarga, bo'libmi musulmonlar ko'p sonliq davlatlarga o'xshab qolmasligini, Xitoyning jinoyatiga sukut qilishdan voz kechib, Uyg'urlarga elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sishga orilishini umid qiladiganligini bildirdi. Dolqun Aysa Efendim so'zda Dünya Uyghur Qurultayining xalqarodagi nopozliq Uyg'ur tashkiloti bo'lish sifati bilan Uyg'urlarning haqqoniy da'vosi uchun izchil kurash qilib kelayotganligini,
lagerlarni taqash, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, majburiy emgakni amaldan qoldirish, 2022 yil Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish qatorliq faoliyatlarda aktiv rol o'ynayotganligini bildirdi. U yana o'z kashmishlari haqida so'ralgan savollarga javob berib, Xitoyning Uyg'ur faoliyatchilariga to'xtamay hujum qilib kelayotganligini, chet elda ularning harakatiga to'sqinlik qilsa, Xitoyning ichida ularning urug' tuqqanlariga ziyonkashlik qilib kelganligini tilga oldi. Oxirida u Uyg'ur davosida siz Hindiston xalqidan nimalarni umid qilasiz degan savoliga javob berib, Hindiston xalqi bilan Uyg'urlarning an'anaviy rishtisi kuchlik. Ular Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning beshiga kelgan zulmdan xabardor. Afsuski, Hindiston hukumati ta hozirgacha Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikka sukut qilyotdi. Davlatning cho'ngligi va iqtisodiy kuch jihatdan Hindistonning xalqaroda ta'siri cho'ng. Hindistonning buningdan foydalanib, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sishini umid qilamiz deb javob berdi. Yevropa İttifaqı bilan Xitoy 7 yildan beri suhbat elib berayotgan mablag' selish kelishimida 30 dekabr kuni o'rtaq fikr hosil qildi. Germaniya bosh ministri va Yevropa Birligining raisi Angela Merkel, Yevropa Komissiyasining prezidenti Ursula von der Leyen qatorliqlar 30 dekabr Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping bilan o'rtaq to'r yig'ini o'tkazib, kelishim e'lon qildi. Yevropa Komissiyasining 29 dekabr e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Xitoy Xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash to'g'risidagi ahdnomasini tasdiqlash uchun davomli va izchil tirishchanlik ko'rsatishga ma'qul bo'lgan. Yevropa Komissiyasi Xitoyning majburiy emgakni cheklaydiganligiga va'da berganligini bildirsimi, lekin kelishim kishilik huquq tashkilotlarini afsuslantirgan. Ularning aytishicha, kelishimda Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakini bekor qilishga oid aniq bir mexanizm yo'q bo'lib, ular kelishim Yevropa parlamentida ovozga qo'yilganda parlament a'zolarining uningga jiddiy inkas qaytarishini umid qiladi ekan. Agar siz Germaniyaning poytaxti Berlinga berib qolsangiz, bir qo'lida Sharq Turkistonning bayrog'ini javlan qildirib, yana bir qo'lida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumi ayiblangan lozungini ko'tarib, Berlin shahridagi donliq markalarni sotadigan do'konlarning oldida yolg'iz kishilik namoyish qilib yurayotgan bir Uyg'urni uchirtisiz. U bo'lsa Germaniyadagi vatanparvar fidokor aktivistlarimizdan Otishliq Zibobulla apandimdan iborat. Zibobulla apandi o'zining bu harakati orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyi va ko'plagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Xitoyning majburiy emgak tuzumiga va donliq markalarning Uyg'urlarning majburiy emgakidan naf ilishiga qarshi dunyo miqyosida boshlatgan tashviqot safarbarligiga aktiv ovoz qo'shib kelmoqda. Texi yaqinda Xitoy virusi bilan yuqumlanib doktorxonadan davolanib chiqqan Zibobulla apandim Atoydan Germaniya, Belgiya va Gollandiya qatorliq 3 davlat tutashgan chegara eg'iziga berib, o'zining yuqorqi harakatini davomlashtirdi va naq maydondan yurak so'zlarini bayon qilib, mundaq dedi. Assalomu alaykum, butkul dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar, bugun Yevropaning 3 davlat birlashib bayrog'i esilgan Belgiya, Hollandiya, Germaniya chegarasiga kelib, Uyg'ur xalqining ovozini anglitishga tirishdim. Vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur xalqini lagerga solab, haqsiz ishlatib, dangliq markalarda butkul Yevropalarga setyapti. Shunga mushu 3 davlat Belgiya, Hollandiya, Germaniya ama şu devletlerinin bu danlıq markalarını anmaslığı üçün ama şu 3 devlet birleşken çigiriga kelip ay yıldızlıq kök bayrağımızı hem Xitoy tecavüzçilerinin Uyghur halkının lageriga solap danlıq markalarını işiltivatqanligini butkul mush Avropalıqqa anglitishga tirishayotimiz. İnşallah Allah xolisa butkul dunyoning har qaysi yerlaridagi imkanı ba Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarimiz Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur xalqiga qilayotgan zulmlarni qo'lidan kelishiga qadar anglitishni umid qilaman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, kundalik xabarlar programmamizning bugungi 2020 yillik oxirgi sonini Germaniyadagi Bug'da ona til maktabi tarafidan yangi yilga bag'ishlab hozirlangan tuvandagi albom bilan oxirlashtirmoqchimiz. Yangi yilinglar takror xayrli bo'lsin. Sultan bulup han ötken, Uygurum sen cahanda, alem şahit bolganti, sen tarihni yazganda.
Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolgandı Sen tarihni yazganda Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolgandı Sen tarihni yazganda Dost digerler atmış insafı mı şeytanda Han cemeti Uygur biz esir atlap manganda Esir atlap manganda Han cemeti Uygur biz esir atlap manganda Esir atlap manganda Atlandık bir gün ulu bir büyük cenge Atlandık cengi var marşımız bu alemge Atlandık bir gün ulu bir büyük cenge Atlandık cengi var marşımız bu alemge Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Oğuz hanlar kudreti Dünyanı bir alganda Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Oğuz hanlar kudreti Dünyanı bir alganda Buğra hanlar şevkti alemge taralganda Han cemeti Uygur biz esir atlap manganda Esir atlap manganda Han cemeti Uygur biz esir atlap manganda Esir atlap manganda Atlandık biz bugün ulu bir büyük cenge Atlandık cengi var marşımız bu alemge Atlandık biz bugün ulu bir büyük cenge Atlandık cengi var marşımız bu alemge Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Erkinlik meşgili yansın her yerde Yansın her yerde Yansın her yerde Yansın her yerde